Yaxshi, video zo'r, lekin tushunmadim, hozir eshik taqilyaptimi? O jigar, qalaysan, yaxshimisan? Jo'qa, ishlar qalay, tinchmisan jigar? Bo'ladi, rahmat. Qayoqdan kelding sen? Seni qaysi shamollar uchirib keldi? Shu qishloqni shamol uchirib keldi-da. Короче, endi men shu qishloqda yashamoqchiman. Seni yoningda mazza qilib yashaymiz jigar. To'g'ri, har kuni kompyuter o'ynaymiz, mazza qilamiz, короче tak. Da, shunaqa, faqat menga uy kerak-da. Bo'ldi, hozir yes qilamiz, janob merdan borib so'rab kelamiz. Undan oldin meni bir ishlarim bor, o'shalar hal qilib yuborishim kerak. Yordam berasanmi? Farqi yo'q. Birgalikda ishlasak ishlayveramiz. Menga o'ta qizig'i yo'q. Bo'ldi, davay to'xta, faqat sen qarochdak qo'shnimda polizi bor, o'shani qilib berishasan, chunki u menga pul berganda 2-3 marta polizimni qilib berasan deb. Bo'ldi, gap yo'q. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va yangi do'stim Mark. Tanishib qo'y, Mark. Jo'xan obunachilari, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kanaliga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki video qiziq bo'ladi. Ya'ni qishloqqa men keldim. Ko'ryapsizlarmi obunachilar, bu jigarimning ismi Mark bo'ladi. U bilan maktabdan boshlab birga o'qiganmiz. Keyin maktab tugagandan keyin u bilan xayrlashgandik. U boshqa qishloqqa ko'chib ketgandi. O'shandan keyin vobsheta uni ko'rganim yo'q. Va bugun ko'rib turibsizlarki, bizning qishlog'imizga ko'chib keldi. Endi u bilan mazza qilib har kuni Counter o'ynaymiz, Minecraft o'ynaymiz, xolos hamma o'yinlarni o'ynaymiz. U juda ham yaxshi bola, menga juda ham yoqadi xarakteri, chunki u vobshe hazilkash. Hozir hazillashib turamiz bir-birimiz bilan, o'ta hazilkash. Bor ursam ham unga hech nima demaydi. Menga sizlarda ham shunaqa o'rtog'inglar bormi? Kommentariy yozib qoldiringlar yoki mana shu videoni o'sha o'rtog'inglarni o'ziga tashab qo'yinglar va o'rtog'inglar ham kanalimga albatta obuna bo'lib qo'ysin, chunki zo'r videolar chiqib boryapti, ko'ryapsizlar. Bir kunda men hozircha 2-3 ta video chiqaryapman. Keyinchalik 10 tagacha chiqarmoqchiman. 10 ta video chiqarsam ko'rasizlarmi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar-chi. Jigar qilib bo'ldingmi? Bo'lib qoldim pashti. Sen ham qilib bo'ldingmi? Men ham deyarli tugatdim. Hozir 1 minut. Tak, men tushunmadim. Bo'ldi. Demak, polizimda qolib ketgan hosillar bor. O'shalarni olib kelishimdan chiqib qopti. Mayli, nechi hozir jigarim keladi. Jigarim bilan birgalikda janob merdiyonli bor. Unga bitta uy topib bermasam bo'lmaydi. To'g'rimi obunachilar? Yo, noto'g'ri aytyapman. Noto'g'ri hech qachon aytganim yo'q-ku, to'g'rimi? Sizlar bilasizlar-ku, men har doim to'g'ri gapirishimda. To'g'ri gapirganimiz ham layklarni ayamanglar. Jigarim qani edi? Jigarim, nima qilding? Jigar, qayerdasan? Mark, qayerdasan? Men bu yerdamiding? Men qo'shningga olib borib ber. Qo'shning topolmadim to'g'ri. Mana buni o'zing olib qo'y. Menga chil kartoshkalar beryapsanmi? Men nima qilaman buni? Yeysan-da, kanishna. Menga kerak emas bunaqasi. Tentak, nima urib qo'yasan? O'zi sen urib qo'ymasam bo'lmaydi-ku, sen bilan o'zi hazilkash bo'lishim kerak, hazillashimiz kerak ekanimiz bir-birimiz bilan. Mayli, tezroq boraylik janob merdiga. Men qayerdadir yashashim kerak axir. Bo'ldi, shoshilmay tur, hozir hal qilib olamiz. Tak, mana bu yerdagi hosillarimni tezroq ekib olsam, keyin birgalikda borib janob merdan uyini ham olamiz. Atak senga birorta ish ham topib beraman. Poliz qursak senga bitta отдельный, o'sha polizda ishlab yurasan, tushundingmi? Farqi yo'q menga. Tushundim men ham. Ketamiz endi, hozir shoshmay tur, polizimdagi hosillarni uyimga tashlab chiqayda. Nima, soliq to'lamaysanmi? Esimdan chiqib yur, soliqam to'lab kelaman birato'la. Davay. Kechi qani, qayerda janob merdiga? Mana shu yerda, faqat ortiqcha gapirma, asabi yomon. Bo'pti. Assalomu alaykum janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu Jo'xa? Bu meni do'stim, ya'ni Mark ismi. Men Markman, bu esa Jo'xa. Tanishingiz kerak. Taniyman. Короче, janob mer, nima kema, Markka yangi uy kerak. Biror narsa qilib hal qilib yormasak bo'lmaydi. Qishloqda hozircha yangi uy vobsheta yo'q. Yangi uy bo'lishi shart emas, yashasa bo'ldi. Umuman uy yo'q vobsheta. Tushunmadim. Uy topmasak bo'lmaydi, janob mer. Iloj yo'q deyapman-ku. Janob mer, bir amallang, endi onasini emsin. Mayli, bitta eski uy bor, o'sha ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Faqat uning uchun ham $200 berasanlar, chunki uyda soliqlari bor. Bo'ldi, hozir men bor $200 pul olib kelaman uyimdan. Jigar, nimadir qilib, ko'cha yashamayman-ku. Bilasan-ku, men ko'chada yashashdan qo'rqaman-ku. Qo'rqoqsan-da, ko'rsan, lattasan bor-u. Hozir mayli, hozir bir amallab $200 bo'lsa $200 berib yuboramiz. Soliq sifatida, qanaqasiga soliqni poliz evaziga to'lardik. Mayli, nima bo'lsa ham hozir Mark qani edi? Mark ketdimikan janob merning uyiga borganmi deyman. Mark, qayoqdasan? Men merning oldiga edim. Janob mer, mana $200 olib keldim, olishingiz mumkin. Bo'ldi, borib ta'mirlab yashashlaring mumkin, bemalol. Mayli, rahmat janob mer. Ko'rdingmi, men hal qilib yubordim. Meni qarsan endi. Nima qilay, qarz bo'lsam endi? Har kuni o'zim tozalaysan, tushundingmi?
Yana nima qilay janob? Buyuring, amringizga muntazirman. Hazilashni nima dedim? deb tutilib qoldik. Ko'raysiz, tilingiz deb chiqib ketdi. Bo'ldi endi bir adashib gapirib qo'ysam shuni endi 1 yil mashmasha qilib yur. Telefonni qo'sh, telefonda yopishib olgansan shu telefonga, bilasanmi? Zo'r video ko'rib qolgandimda Instagramda. Instagramda yo'qot, YouTube'ga kirib men videolarimni ko'rundan ko'ra. Seni videolaring qiziqarli emas. Obunachilar nima deyapti bu? Rostdan ham qiziqarli emasmi? Kommentariy yozinglar-chi. Men qiziqarli qilishga harakat qilyapman. Sizlarga yoqmayotgan bo'lsa albatta aytinglar. Men yoqadigan darajada qilib videolar o'zgartirishga harakat qilaman. Bu Mark o'zi shunaqa bo'ladi. Doim shunaqa qiladi. Hozir borganimcha tosh olib kelib turgan bo'lsa kerak, chunki uy qurilishini, bunaqa qurilishlarni uni o'zi ham yaxshi tushunadi. Birgalikda ko'p binolar qurganmiz u bilan. Qani u shaxtaga kirib, ichini tozalayapti ekan uyda. U juda ham mehnatkash bola, unga ishlarimni qildirib olsam bo'ladi bahonada. Hatto ja unaqangi xizmatkor qilib yormayman u. Baribir ishlarimni qildirib olsam ham bo'laveradi. Ishlarni qilib tugatdim. Qilib yotibdi hali ham. Hozir qilib bo'lguncha men yana tosh daraxt olib boraman birikda. Keyin daraxt olib borganimdan keyin toshni uni o'ziga aytaman, olib kelasan deyman. Toshni olib kelmasa bo'lmaydi, chunki men ham toshga borsam, ham daraxtga borsam, ham buni remont qilsam, вообще mani vaqtim ham ko'p ketadi, men ko'p mehnat qilaman uy uchun. Uyda u yashasa, nima qilaman men buncha mehnat qilib turibman? Nima deysizlar? Men o'zimni charchatib nima qilaman shuncha? Mayli, hozir Qarochi aytaman uni o'zi tosh olib keladi, keyin men remont qilib chiqaman, men ustaman, u qarochi shogirdim bo'ladi-da. Xo'p, u bilan birgalikda bitta katta uy qurganmiz janob mer uchun, ya'ni bu qishloqda emas, o'zimiz birinchi yashagan qishlog'imiz uchun janob merga uy qurganmiz va bizni qishloqdan haydab yuborgan. Chunki yaxshi qilmagansanlar degan, yo'qmagan, qulab tushgan 2 kundan keyin, janob mer bizni so'kkan, haydab yuborgan, qishloqdan chiqib ketganmiz shu bilan. Keyin qaytib ham kelmaganmiz. Keyin ikkalamiz ikkita qishloqqa tarqalib ketdik. Shu bilan hozir ko'rishib turibman. Shuncha vaqtdan beri ko'rishganim yo'q. Oho, zo'r qilibdi-ku. Voy, Mark, zo'r qilibsan-ku. Bilasan-ku, ustaman o'zi. Qayoqdan ustasan? Shogirdimsan-ku meni. Shogird emasman senga. Tushundingmi? Bor, qarochi tosh olib kel, mana kirkani olginda bor, shaxtaga sur davay. Bo'pti, hozir borib kelaman. Qayoqdan olish kerak? Mana shu yerdan olasan, qayoqdan ham olarding? Bo'pti. Aha, bo'pti deydi, bo'pti. Mayli. Qarochilar, hozir ishni boshlayman. Birinchi o'rinda bizga taxta kerak. Taxtadan любой narsani yasasa bo'ladi. Bilasizlar, Minecraftda o'z qonuni shunday. Bitta verstag ham kerak bo'lardi-ku-ya. Verstag yasashdan oldin mana bu teshik joylarini to'g'rilab, mana ortiqcha bloklarni olib tashlab chiqish kerak. Blokni nimaga siltab yuborayapman, qo'limdan chiqib ketdi sirg'anib. Hozir nima qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Mana bu bloklarni olish kerak. Tak. Hozir olib boshlayman. Ikkita qo'lga olsam, shunday bitta qo'lim bilan uni olib tashlayman, ikkinchi qo'lim bilan shunday qo'yib ketiraman. Ko'ryapsizlarmi? Bu texnologiya deydi. Xato qo'yib yubordim. Mana akay, ishni tezroq bitkazish usulda. Bu hozir kirkani olib kelmasam toshlar olib bo'lmaydi, lekin tezroq olib kelsa kerak. Endi kutib turaman. Qayerlarga mana qaranglar. Obbo, qo'limga ari qo'nsin, borib qilayotgan ishimni qaranglar. Bu yerga tosh qo'yish kerakmidi yoki? Taxta qo'yib yubordim. Bu yerlar baribir tosh qo'yish kerak shekilli. Bu yer tosh berib, daraxt nima bunaqa bo'lib yotibdi bu uy. Uyni qanday remont qilib chiqamiz hali? Mayli, hozir mana bu yerga tosh qo'yib yubordim. Kimdir tosh qo'yib yuborgan. Kim qilgan bu uyni bilmayman. Remontini o'zi ham rasvo qilib yuborgan. Oyna qo'yish kerak mana bu yerlarga. Oynasini keyinroq qo'yib olamiz. Hozir qayerga qoldi Mark? Oy, Mark, kelyapsanmi? Mana toshni oldim, boryapman. Tezroq kel endi. 2 soatdan beri qolib nima bo'ldi? Ana yoqqa o't chiqqan. Kimdir zajgalkasini qoldirib ketgan ekan. Men esa yo'q qildim. Jinni hazilingni bu yoqqa qilmagin. Bu yerda unaqa hazillar ko'taradigan odam yo'q. Nima qilibdi? Axir men yomon ish qilayotganim yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yomon ish qilmayapsan, to'g'ri. Sen zo'rsan, sen yaxshi ish qilasan doim, shunaqami? O'zing bilasan-ku. Menga qara, unaqa jinniliklarni bu yoqqa qilma, janob mer, yeydi ikkalamiz ham keyin. Qilaman, nima qilibdi bunaqa qilsam? Mumkin emas bunaqa hazillashlar. Mayli, hozir men bir aylanib kelaydi. Bor, mayli. Hozir obunachilar, qarochi men bu yerdagi birikta bloklarni ham joyini o'zgartirib, cho'tib chiqishim kerak, takoy qilib. Tak, mana bu toshni ham joyiga bunaqa yog'och blok qo'yib yuborish kerak. Men bu yerda olib tashlash kerak. Bu yerda daraxt bo'lish kerakmikan, toshmikan? Daraxt bilan toshni birdaniga qo'yibdi, qaranglar. Biz daraxt qo'yib yuboramiz. Voy, chappa boshqa joyga qo'yib yubordim. Men uni buzib tashlab turib joyiga, qarochi daraxt qo'yib yuboraman bu yoqqa ham. Mana takoy. Mana bu daraxtni qo'yib yuborganini qaranglar. O Mark, seni yeyman kelsang bor-ku.
qanday qilsak, mana bunaqa qilsam, chiroyli bo'lar ekan. Mayli, u ham noto'g'ri qilmagan ekan. Mana bu yerda ikkita toshdan olib tashlash kerak. Bu uyni remont qilguncha meni qora sochim oq bo'ladi-ku. Juda ham qiyin-da, bor, вообще g'alati uy ekan. U yerda bitta tosh qo'yib ketishgan. Bu toshni ham olib chiqish kerak. Tak, olib tashlab turib joyiga bitta taxta qo'yib yuborish kerak. Tak, toshni olib olish kerak avval. Toshni olishga bo'yim yetmas ekan atak. Voy, qo'lim. Tak, hozir sinib ket. Okay. Ha, bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Qo'yganimdan tushib keladi dedim-ku. Tushib keldi. Bu yerga oyna kerak emas. Mana bu yerda ham yopib qo'ysak bo'lar. Oynalar o'zi yetarlicha qilingan ekan. Hozir bitta verstak yasab qo'yaman bu yerga. Keyin verstakdan eshik, zina deganday narsalarni yasab turib, tom qismini ham to'g'rilab yuborish kerak. Короче, ish ko'pda, hamma ishni hal qilib olmasak bo'lmaydi. Bu uyda yashash uchun yashash kerak albatta. Pechkasi ham yo'q aytgancha. Pechka qo'ymasak sovqatadi, narsa pishirib yeyish uchun kerak atak pechka. Короче, ko'radi-da, nima qilgisi kelsa qiladi. Endi bitta sandiq ham solib qo'yishimiz kerak bu yerga. Bitta emas, ikkita. Chunki sandiqqa narsalarni solib qo'yadi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Bu tomonda yotoqxonasi bo'lsa, yotoqxona qo'yib olsa bo'ladi. Yotoqxona bilmayman qayerdan oladi. Yotoqxona uchun unga qo'y kerak. Qo'y topib kelmaysanmi sen? Men yotoqxonangni olib keldim seni. Mani yotoqxonamni nimaga olib kelding? Jinnimisan? Endi sen bir kun yerda yotib turasan-da. Voy, sen jinnimisan? Men qanday yerga o'tishim mumkin? Bilmadim, короче, yerda yotib tur bir kun. Mayli, undaman. O'zimga yangi olgunimcha sen shunda yotib tur. O'zi bilasan, jigar, sen narsaga bo'lmasa qaraq qilib yashayman bu yoqda. Shuda u fakirlarni ham olib keldingmi? Yo'q, fakirlar o'zim topdim. Yaxshi, shuni o'zing topsan ham malades. Bilasan, u zo'rmani u. To'xta, hali bir ikkita joylari bor ekan, kamchilik joylar. O'shalarni ham to'g'rilab olish kerak. Bo'ldi, qolganini erta qilamiz, o'sha kech tushyapti. To'g'ri aytsan, bo'pti, короче, yaxshi uxlab, yaxshi tamom. Men borib, короче, mana narsalarni olganda sandig'ingga solib qo'y. Tushundingmi? Men короче borib ertaga kelaman, ertaga qolgan ishlarni ham davom ettiramiz, xo'pmi? Mayli. Mana instrumentlarni ham olib qo'ysan, kerak bo'lib qoladi, tushundingmi? Bo'pti. Yana biron nima bo'lsa ber. Bo'ldi, tabormor o'zim kerak bo'ladi. Ber shuni ham. Hamma narsa gadoysanda o'zi, hamma narsani berishim kerak senga. Bo'pti, jigar, rahmat, sog' bo'l, bor damingni ol endi. Bo'pti, xayrli tun, yaxshi uxla, bo'pti, короче. Obunachilar, ko'rdinglarmi jigarimni? Keyingi videolarda ham jigarimni chiqarishni olishlarini albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Mana endi uxlayman onasidan. Yomon charchadim, bor-u. Minecraft'imni olib ketmabdi-ku.